Assalomu alaykum qadrli futbol ishqibozlari. O'zbekiston Superligasida 15-tur ortda qoldi va musobaqa jadvalidagi vaziyat tobora qizib bormoqda. Chempionlik poygasidagi 1 ochkolik farq, kuchli uchlik uchun shafqatsiz kurash va quyi pog'onadagi taranglik. Bugun jadvaldagi eng muhim va qiziqarli raqamlarni birgalikda tahlil qilamiz. Videoga like bosing va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Qani ketdik. Jadvalning eng yuqori qismida haqiqiy dramani ko'rishimiz mumkin. Birinchi o'rin Neftchi 14 ta o'yinda 35 ochko to'plagan holda peshqadamlik qilmoqda. Eng e'tiborli jihati Farg'ona jamoasining to'plar nisbati 33 ta urilgan va bor yo'g'i 6 ta o'tkazib yuborilgan goldan iborat. Himoyadagi ushbu temir intizom ularni turnirning eng kam gol o'tkazgan jamoasiga aylantirgan. Ikkinchi o'rin Paxtakor Neftchidan bitta ko'p o'yin o'tkazgan. 15 ta o'yin va 34 ochko bilan ikkinchi o'rinda bormoqda. Toshkentliklar hujumda juda faol 26 ta gol urishgan, lekin yo'qotilgan ochkolar bo'yicha Neftchi hozircha ustunlikka ega. Bitta xato va peshqadam o'zgarishi mumkin. Sizningcha bu ikki gigantdan qaysi biri oxirigacha yetakchilikni saqlab qoladi? Endi esa sensatsiya va ta'qibchilar haqida. 3-o'rinda Buxoro kutilmaganda juda mustahkam o'yin ko'rsatib, 15 ta o'yinda 26 ta ochko jamg'ardi va kuchli uchlikni band etib turibdi. Ularning ortidan OKMK kelmoqda. 14 o'yinda 25 ochko. Zaxirasidagi bitta o'yinda g'alaba qozonsa, Olmaliq klubi Buxoroni ortda qoldirishi aniq. Qolaversa, OKMK tanaffusdan keyin boshlangan Superligamizda 100% natija bilan kelmoqda, ya'ni 3 o'yin, 3 g'alaba. Keyingi o'rinda ketayotgan Navbahor 22 ochko 14 o'yin va Lokomotiv ham xuddi shunday 22 ochko, biroq 15 ta o'yin o'tkazib qo'ygan. Ham peshqadamlarni bu ikkisi ta'qib qilishda davom etishyapti. Har qalay kuchli uchlik uchun harakat qilishsa kerak. Chunki O'zbekiston Superligasida kuchli uchlikka kirgan jamoa xalqaro maydonda ishtirok etish imkoniyatiga ega. Kutilmagan ko'rsatkich Nasafda 14 o'yinda 21 ochko bilan 8-o'rinda bormoqda. Qarshiliklar uchun bu mavsum hozircha oson kechmayapti, lekin ikki transferni amalga oshirishda Abbos G'ulomov hamda gruziyalik o'ng qanot Vengerni olib kelishdi. Endi chapda Denis Shala, o'ngda bu bola va markazda Yusuf Otubanjo ular bilan bir nimani do'ndirishga harakat qiladi. Baribir Yusuf Otubanjo asosiy tarkib bolasi emas, Bobur Abduxoliqov xalqaro maydonda o'zini ko'rsatishiga umidvormiz. Jadvalning quyi qismida esa omon qolish uchun jiddiy jang ketayotganini e'tirof etish kerak. Sog'diyona 12 ochko va Qo'qon 1912 jamoasi 11 ochko to'plab xavfli hudud yoqasida turishdi. Sog'diyona 14 ta o'yinda 33 ta gol o'tkazib yuborgan va bu ligadagi eng yomon himoya ko'rsatkichidir. Jadvalning eng ostida esa Mashal joy olgan 14 ta o'yinda bor yo'g'i 4 ochko jamg'arib, 7 ta gol urgan. Muborak jamoasi uchun vaziyat o'ta qaltis va ularga zudlik bilan ochkolar to'plash lozim. Xulosa qilib aytganda, turnir jadvali har bir turdan so'ng keskin o'zgarishi mumkin. Neftchi o'z ustunligini saqlab qoladimi yoki Paxtakor tajriba evaziga birinchi o'ringa chiqib oladimi? Izohlarda o'z fikringizni qoldirasiz degan umidda siz bilan xayrlashaman. Xohlasangiz bu mavsumda kim chempion bo'lishini ham taxmin qilishingiz mumkin. Xayr, sog' va salomat bo'ling.